Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi kelib oldingmi? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Tezroq bo'laylik, yuklarni chiqarish kerak. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun men uchun juda ham baxtli kun. Oldinlari onajonim niyat qilardilar. Bugun 8-mart Xotin va qizlar kuniga onajonimga o'sha uchastkani sovg'a qilmoqchi va niyatlarini amalga oshirmoqchiman. Azizlar, mana shu Malibuni bugun onasiga podarka qilishyapti. Amerikadan turib, mana shuni bizga topshirgani keldi. Tinchlikmi? Qachon biz ham pulimiz ko'p bo'lib, onalarimizga ko'p sovg'alar olib xursand qilar ekanmiz. Ko'p emas. Ozgina qoldi. Yo, menimcha hali ancha bor. Lekin oldin men ham xuddi sendek o'ylardim. Mana masalan yaqinda onamga bir dona gul olib bordim. U ham bo'lsa kichkinagina. O'zi ham onam shunaqa xursand bo'ldilar. Meni rosa ko'p duo qildilar. Yaxshisi qachon boyib ketar ekanman deb kutib o'tirmasdan ularni borligida xursand qilib olish kerak. Farqi yo'q ularga beradigan sovg'ang qimmatmi yoki arzonmi. Muhimi ularni xursand qilib olish kerak. To'g'ri. Ayla mana ishlarim bor edi.
Assalomu alaykum. Ona. Keling bolam. Va alaykum assalom. Rahmat. Bilardim kelishingizni. Umringiz ziyoda bo'lsin. O'tiring. O'tiringchi. Juda chiroyli guldasta tanlabsiz bolam. Umringiz ziyoda bo'lsin. Yoqqanidan. Rahmat. Rahmat. Qani ilohi amin. Boshingiz toshdan bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Topganingizga Alloh baraka bersin ilohim.